Norvegiyadagi faoliyatchi Abdulla Ayubning Twitter uchurida xabar qilinishicha, ilgari Turkiyada o'qib qaytgan Nihat Nijat, Anqar, Zulyar Yasin, Subih Tursun, Rahmanjan, Ahmadjan, Farruh Rahim, Subih Mardan, Olimjon Abdukerim qatorliq 10 nafar yosh o'tgan yilning oxirida tutqun qilingan. Bu yil 1-oyda ularning ustidan sud ochilgan bo'lib, oradan 6 oy o'tganda ularning 10 yillikdan 20 yillikka qadar kesib oilasiga uqtirilgan. Ulardan biri Urumchi Tangritog' davlat amonlik soqchilari tomonidan 22-iyul kuni tutqun qilinganligi dalillangan Rohila Jaloliddinning o'g'li Zulyar Yasin bo'lib, u 15 yillik kesilgan. Nafisa O'g'iz ismli bir Uyg'ur qizning Uyg'ur, turk, ingliz va xitoy tillarida Twitter, Facebook qatorliq ijtimoiy taratqularda tarqatgan videolik guvohligi belgilik diqqat va inkas qo'zg'amoqda. Nafisa 4 xil tildagi bu guvohlik videolarda tog'asi Olim Abdukerimning 2017-yili 8-oyning 28-kuni Urumchida soqchilar tomonidan ep ketilib 2 yilgacha xabar bo'lmaganligi, keyin uning Korli shahridagi bir turmada turayotganligi haqida uchurlarga erishganligini qayd qilgan. U guvohligining oxirida Xitoy hukumatining 6 yildan buyon begunoh holda tutib turilayotgan tog'asini darhol qo'yib berishni talab qilgan. Navbatda uning chaqiriqi turk taratqularning diqqatini tortib, yana bir qatim kun tartibga keldi. Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizish vositasi sifatida qo'llangan jazo lageri asarlarini Tibet rayonida ko'paytganligi oshkorlandi. Yevropa Rand aql ombirining 27-iyul e'lon qilgan dokladida ma'lum bo'lishicha, Xitoy Tibetning har qaysi joylarida ta'sis qilgan atalmish alohida tutib turish o'rinlarida yanayotgan kechilik chiroqlar 2019-yildan tortib ko'rinarlik oshgan. Tadqiqotchilarning aytishicha, Tibetdagi bostirish tadbirlarining kengaytirilishi rayondagi vaziyatning og'irlashganligidan darak beradi ekan. Rand aql ombirining mazkur dokladi Xitoyning Tibetdagi bostirish siyosati haqida yangi ipuch bilan ta'minlangan. Rand Yevropa tadqiqot o'rni Tibetdagi 79 alohida tutib turish o'rnini tekshirgan bo'lib, sun'iy hamroh bilan bo'shliqdan kuzatish orqali oylik o'rtacha o'lcham bo'yicha hisoblab chiqqan va rayonda kechasi yoritilgan binolarning ko'lamining oshganligini bayqagan. E'gilanishicha, Xitoy madaniyat diplomatiyasini ilgari surish va yumshoq kuchni oshirish uchun BDT, fan, ma'rif va madaniyat tashkilotidan foydalangan va boshqa rayonlarning ko'p xil madaniyat meroslariga dog' tushirgan. Bir tadqiqot tashkilotining doklatiga qaraganda, Xitoyning mazkur BDT organi ichidagi ta'siri kun sari kuchayotgan bo'lib, bu tashkilotning betarafligidan andisha qo'zg'agan. Xitoy ta'sirining mazkur organning tadbir belgilash musobaqasining butunligiga ziyon yetkazganligi, shundoqla bir taraflama qarash va siyosiy manfaatni ilgari surish avjalg'anligi haqidagi tanqidlar kuchaymoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy BDT fan, ma'rif va madaniyat tashkilotining yillik hamchotiga eng ko'p to'lab qo'shgan davlat bo'lib, yillik 65 million dollar bilan ta'minlaydi. İtaliya Davlat Mudofaa Ministri oldingi hukumatning Xitoyning yangi imperatori bo'lgan bir balvoq bir yo'l planiga qatnashish qarorini rahimsiz va yerginishli qaror deb atadi. Italiya Davlat Mudofaa Ministri Guido Crosetto 30-iyul yakshanba kuni qilgan so'zida Italiyaning 4 yil ilgari bir balvoq bir yo'l tashabbusiga qo'shilganda imkonsiz va rahimsiz qaror chiqarganligini aytdi. Italiya oldingi hukumat davrida bir balvoq bir yo'l turiga qatnashgan bo'lib, Xitoyning bu qurilishiga qatnashgan g'arbdagi birdan-bir asosli davlat. Italiyaning navbatdagi hukumati bu turdan qanday chekinib chiqishni o'ylashmoqda. Xitoyning poytaxti Beyjingda yoqqan qattiq yomg'ir sababidan 11 odam o'lgan bo'lib, g'oyib bo'lgan 27 odamni izlash xizmati davomlashmoqda ekan. Hozirga qadar Beyjingning 13 rayonida 44673 odam nachar havo rayonining ta'siriga uchragan bo'lib, 127 ming kishi Beyjingdagi bexatar joylarga tarqoqlashtirilgan.